O'shanda anaqa hovliga qo'shnimi, boshqa mahallanimi sigirlari kirib oluvdi. Keyin orqada kanalizatsiya bor-ku, chuqur. Bir vaqt hamma yoq sinib ketgan, anaqa to'polon bo'lib ketdi. Sigir tushib ketgan. To'xta, biz Shvetsariyada yurganimizni ko'rsatib qo'yaylik. Voy, men bu go'zal deb hisoblasangiz, like bosasizlar. Kommentariyada go'zal deb yozib ketasizlar. Prям go'zal bo'lsin. Keyin o'sha orqa chuqurga sigir tushib ketganda, chiqarish olmagan. Keyin katta chiqarishga 2 soatdan keyin. Qanaqa chiqazgan uni o'zi? Men bilmayman ham. Bilmayman, men chiqmaganman. Xullas, o'sha egalari kelib tortibmi, bir nima qilib chiqarishgan. Xullas, hovliga chiqqanda yana boshqa 2 tam, 3 tam katta sigir yurgan, qo'rqib ketganman deb qaytib kirgan. Keyin shu bilan O'txo'r ular, o'txo'r, odamxo'r emas. Bo'yi siz bilan tengdi. Почти katta. 2 metrmi? Mening bo'yim 2 metr. Да, прям такой здоровый edi. Ular men qo'rqaman, chiqmaganman keyin hovliga. Shvetsariyani qarang.